hali ahvolimdan. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay. Sizlerden kulaymında yaşlılar kızımıza baktık. Aynen baktık. Üzerine bulayım şu koşaklardan bir günlerden onların baktık. İş kafalarına çıkıyor. Baktı boşu var. Toylar öyle şimdi. Ne masraflar olmasa hemen bana şunları konuşmalarga, toylarga getirgen. Toylar baktım. Yaxşı. Abi sana baktıyla baktı boşu. Gelse gelsin, yarın gelsin. Arma gelelim, canım gelsin. Gelse gelsin, yarın gelsin. Gelse kalsın, yarın gelsin. Arma gelelim, canım gelsin. Gelse Hamlarınıza program var. Vargamada aramızda erik kulağınız.
boshlaymiz. Hamma izzat o'ylar bor, biz salomat bo'lin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum fayzli farishtalar insonlar. Xush kelibsiz. To'ylar muborakimiz barchangizga. 2025-yilning 5-dekabr sanasida muhtasham tabassum to'yxonasida sizlar bilan ajoyib shodiyona to'y tantanada dindor ko'rishmoq nasib aylamoqdaki, elimizning hurmatli insonlari, samimiy insonlar bo'lmish Mahrom hamda Nargizani xonadonlarida bugun katta to'y tantana. Farzand o'stirib, farzandga mulk yetkazib, jondan aziz dilbandani o'ziga bir qutlug' xonadonga kelin qilib uzatish arafasida elki yurtga to'kin dasturxon yozib, do'st va qadrdon yor birodarlarni chorlab to'y qilmoqdalar. Avvalambor qalblari olam quvonchga, shodlikka to'la to'y qilayotgan mana shu qutlug' xonadon egalariga, shaxsan Mahrom hamda Nargizaga, shu bilan birgalikda barcha qavm va qarindosh yor birodarlarga, barchangizga bugungi shodiyona, bugungi to'y tantana muborak bo'lsin der ekanman. Albatta ushbu shodiyanamizning asosiy sababchisi baxtli kechamizning malikasi bo'lmish Zilodaxon singlimizga esa baxt tilaymiz, baxt saodat tilaymiz. Baxtingiz boqiy bo'lsin singiljon, qalbingiz hamisha har doim shodiga quvonchga to'lsin. Mana bugun hayotingizdagi eng unutilmas quvonchli vaqtli oqshomingizki, barcha samimiy ezgu tilaklar bu kun sizga atalgan Zilodaxon. Biz ham tilab qolamiz, Ilohim elimizning, yurtimizning eng ibratli, namunali baxtli kelinlardan bo'ling. Oilangiz mustahkam bo'lsin, hayot yo'lingiz baxt nurlari bilan yorug' bo'lsin, musaffo bo'lsin deymiz. Baxtli bo'ling, baxtli saodatli bo'ling singiljon. Qalbini pok, yaxshi niyat bilan bugungi fayzli oqshomda ishtirok etgan barchangizga azizlar yana bir marotaba xush kelibsizlar deymiz. Xush kayfiyat, a'lo kayfiyat yor bo'lishini tilab qolamiz. Va keling odatimizga ko'ra, an'anamizga ko'ra bugungi to'y tantanamizni ochib berish uchun hamda o'zlarining tabriklarini bildirish uchun davramizga hurmatli insonimiz Halil akamizni taklif etamiz. Marhamat, ajoyib tabriklar bilan ajoyib to'y tantanamizni ochib bersalar deb o'kishini iltimos qilib qolamiz. Halil aka, to'ylar muborak sizga ham. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli qayg'usiz elning yillari. Bugun Adabiyot maktabida quvonchli kun haqiqatan mana shu to'yxonamiz to'la kelgan insonlarning har biriga yaxshi tilaklar, yaxshi duolar. Ijob bo'lsa, bag'ayni qashqa o'zlarining ko'paysin. Vaqtli, saodatli hayot kechirsin. Elimizda borganda yuzimiz cho'klatmasdan, elimizda shu asl farzandligini isbotlab, suyukli farzandi, kelmas qizlaridek suyukli bo'lsin. Mana bu haqiqatan aytdik, yana aytamiz, sho'rakaylarning hammasi baxt, tilak, yaxshi niyat qiladi. Mahramjon, yangiz ochib, to'ylar muborak bo'lsin, yo'l muborak bo'lsin, to'ylar umum bo'lsin. Ruxsatlaringizni sizlar ba'zimiz ochib beramiz. Rahmat Halil aka, assalomu alaykum. Mahallangizga, shu jumladan sizga ham birodaringizga har doim ana shunday quvonchli kunlar, to'y tantanalar nasib qilaversin. Mana azizlar, ajoyib to'y tantanamizni ham boshladik. Yana bir marotaba barchangizga a'lo kayfiyat yor bo'lishini tilab qolamiz. Bugun bu oqshom ushbu qutlug' xonadonga qadrdon bo'lgan, aziz bo'lgan insonlar jam bo'lishganki, shu xonadonda bo'layotgan quvonchli kunga sherik bo'lib, bugun eng go'zal tilaklar, samimiy tabriklar va tilaklarning jozibali kuy va qo'shiqlar va o'yin va kulgularning guvohi bo'lamizki, avvalambor eslatib qo'ymoqchiman, muhtasham tabassum to'yxonasida bo'lib o'tayotgan bugungi fayzli kechamizda professional asal studiyasi yigitlari tasvirga olmoqdalar. Kamina Muhiddin davramizda boshlovchilik vazifasidaman va to'yimiz boshlanishini ham aytib o'tmoqchiman. Hurmatli ota-onalarimizdan o'rtada kichik to'ylarga e'tiborli bo'lishlarini so'raymiz. Ota-onalarga yana bir marotaba iltimos qilamiz. Mana o'rtada kichik to'ylarni o'zingiz e'tiborga olasiz degan umiddaman. Negaki xizmatdagilarga ham xalaqit qilmoqdalar iltimos. Kichik to'ylarni. Va to'yimiz davomida bir nechta marotaba aytib o'tishga majburmiz. Negaki bugungi to'y tantanamizni chiroyli, fayzli qilib o'tkazamiz degan umiddamiz. Buning uchun albatta ota-onalardan har dam biz eslatib turamiz. Demak, davramiz davom etadi. Bugungi fayzli oqshomimizda dastlabki tabriklar, tilaklar davom etadiki, Zilodaxonning eng yaqin dugonalari, guvohlik qilayotgan dugonalari aynan ularni taklif etamiz. Qizlarimizning ham ajoyib dil so'zlari va tilaklarini tilaymiz. Marhamat, guvohlik qilayotgan dugonalarni taklif etaman.
Kızlar yayrengiz bugün, çehreler yonuk gülgün, nuraşon yonuklarda, lablarda gülgü handa. Yüzler nuraşonlar toylaringiz mübarek, bu toylarını oylagan, oylaringiz mübarek. Mana kızlarımız ham davramızga tashrif buyurmoqdalar. Xush kelibsizlar, toylar mübarek eman. Marhamat, tilaklaringiz. Katta rahmat qizlarimizga tashakkurlar aytaman. Elimizning har bir ana shunday quvonchli kunlari, to'y dandalalari borki, albatta kuy bilan, qo'shiq bilan go'zaldir. Jozibali kechamizni san'atkorlarimiz ijrosida Dilrabo va qo'shiqlar bilan davom qilsak, Zilodaxonga esa marhamat o'tirishlariga ijozat bergan holda navbatni san'atkorlarimizga beraman. Badiiy sahnamizda yosh iste'dodli xushobod xonandamiz Diyorbek Xalillayev. Marhamat. Rahmat, avvalambor assalomu alaykum deymiz. Daramizda tashrif buyurgan hurmatli mehmonlarimiz, sayyorlarimiz, san'atkorlarimiz, hammalarga to'la amaliyat bo'lsin deymiz. Kelin qizimizga baxtlaymiz, baxtli bo'lsinlar, farzandlaringiz ko'p bo'lsin deymiz. Marhamatli kuy qo'shiqlarimizdan davom qilamiz. Hammalarga yaqin bo'lsa, yaxshi kelibsiz. Assalomu alaykum. Aynan shu onajonlarimizni hurmatli sho'rlar marhamat. Bilardim fakat Yıllamokna hali oturgattı Kimlar otda kaldı gıybaten Men ularga parvo qilmadim Kim bilmayga o'lim tilasa Unga o'zim ko'mil tiladim Kimlar otda kaldı gıybaten Men ularga parvo qilmadim Kim bilmayga o'lim tilasa Atrafında buldum halkan Yolg'onchi do'st bevafo sanan Davlat topib savlat o'tkanan Oh kimlarga qilmadi alam Atrafında buldum halkan Yolg'onchi do'st bevafo sanan Davlat topib savlat o'tkanan Oh kimlarga qilmadi alam Vermişsen, varmasan izinden bilip gelmişsen Bir ay oldu sağım büyük kurtisen
kaçıp bana bir bu senin rava girmisen Gülüşken teleplerini ap kaçıp bana bir bu senin rava girmisen Ayda bir bardanımını köpçürdün mü bir kucakla öfkenlene böldün mü Ayda bir bardanımını köpçürdün mü bir kucakla öfkenlene böldün mü Hani de aramızda değerlenmemiz Yüreğime vakit gider kiyablerin Dünden gülen ötleşer tenarlerin Yüreğime vakit gider kiyablerin Dünden gülen ötleşer tenarlerin
Ah canım aldı, botları saldı. Kalem kalem kaşın, kararım oldu. Gel bana kara, saçların tara. Yabancılar kızları, gözleri kara. Sen canım aldın, botları saldın. Kalem kalem kaşın, kararım oldu. Gel bana kara, saçların tara. Yabancılar kızları, gözleri kara. Kadının basıp dağına dağına. Dedi yanımda tomana.
Olunca çok özledim yardım. Şirin sözüm zalim. Olunca çok özledim yardım. Şirin sözüm zalim. Gönlümde görmesem yok kararım. Gözlerim yolunda diyarlarım. Kızma içinde sevmedim yarım. Aşık oluyan geleli onca. Çok özledim yarım. Şirin sözüm zalim. Çok özledim yarım. Şirin sözüm zalim. Havada biz aynı yerde. O gitti kalyanın belde. Gözlerimle biz aynı yerde. Senin ayasın azık geriye onca. Çok özledim yardım. Şirin sözüm zalim. Çok özledim yardım. Şirin sözüm zalim. Mezarlara salsa da yanarım, azarlara verse de yanarım, tükenmen arsa da kaysa da yanarım. Mezarlara salsa da yanarım, azarlara verse de yanarım, tükenmen arsa da kaysa da yanarım. Ah yanarım böyle. أنا أحبك والله يا بنت حبيبي الله. أنا أحبك والله يا بنت حياتي الله. أنا أحبك والله يا بنت حبيبي الله. أنا أحبك والله يا بنت حياتي الله. يلا حبيبي يلا 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 حبيبي يلا 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 حبيبي يلا يلا. أنا أحبك والله. Saçları yaman, kepçe oynat oynat, yüreğim şu zaman. Kepçe oynat oynat, yüreğim şu zaman. Yalla habibi yalla 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 habibi yalla 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 habibi yalla yalla. Ana kalpek valla. Yalla habibi yalla 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 habibi yalla 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 habibi yalla. Yaşında, özünce yaşında, şu günlece yaşında.
başında. Sürgüledir başımdan, değil bana taşınmaz. Sürgüledir başımdan, değil bana taşınmaz. Ekeğinin alası, yaran alası. Gözünden yaşımdan, gözlerin yaşımdan. Ey uyu! Yurtumuzdan geldik, bir kere
ham do'stlari bilan tashrif buyurishgan shunday ekan. Navbatdagi to'ylar muborak sadolariga rahmat. Teatrimizda hamda ularning do'stlarini davramizga taklif etamiz. Mana shunday jozibali kechamizning baxtli oqshomimizning yulduzlari bo'lmish kelin va kuyovlarimiz, kuyovlarimiz Jamshidbek hamda kechamiz malikasi bo'lmish Diloraxon, baxt tilimiz, baxtu saodat tilimiz sizlarga. Oila deb atalmish muqaddas dargohga qo'yayotgan qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Elimizning yurtimizning eng ibratli namunali baxtli oilalardan bo'lingki, elimiz yurtimizlarning baxtingizni, bir-birlaringizga bo'lgan sevgi, sadoqatingizni ko'rib, har doim hamisha havas ko'zi bilan boqsin. Baxtingizga ko'z tegmasin, baxtli bo'linglar, baxtli saodat bo'linglar deymiz. Hozirgina bizning jozibali kechamizga tashrif buyurgan kuyovlarimiz, do'stlari-yu qavm qarindoshlariga esa xush kelibsizlar deymiz va odatimizga ko'ra aynan kuyovlarimiz Jamshidbekning do'stlari, go'hlik kelayotgan do'stlari, albatta yigitlarimiz Sardori bilan birgalikda davrimizga marhabo deymiz. Ularning ham ajoyib tabriklariga tilaklarini deymiz. Kuyovlarimiz do'stlari davrimizga marhabo taklif etamiz. Qat'iy bo'lsa vaqtingiz, chechak ko'char vaqtingiz, qo'sh mehrdan yashnagay bo'lajak tosh taqdingiz. O'ynab kirib shondilar sizga bugun barcha do'stlar, birga baxtli bo'linglar, boqiy bo'lsin vaqtingiz. Kuyovlarimiz do'stlari bilan davramizdalar. Xushkelibsizlar, to'ylar muborakimiz, marhamat, tabriklaringiz, tilaklaringiz. Sen sonra baktığımda dostlarımla haberler xizmat Gençliklere baktığımda başkanından koyacakları Adana'nın oğluyla hizmet ediyorsun. Jamshid baktığımda Katta rahmat deymiz kuyovlarimiz do'stlariga tashakkurlar bildiraman. Tilaklaringizni javob bo'lsin. Davramiz davom etar ekan, navbatdagi tabriklar tilaklari uchun fayzli kechamiz malikasi bo'lmish Zilonaxonning sinfdoshlarini ham taklif aylasak, keling barcha sinfdoshlari, do'stlari, qadrdonlari davramizga marhabo deymiz. Zilonaxonning do'stlari yu dugonalari, sinfdoshlari ham barchangizni birgalikda taklif etamiz. Ikki dilning torlari so'z bo'lgani so'z, visol ayyomlaridan ketmang bahor yoz. Gulday chiroy qo'ysin o'da bilan noz, sevilsin seva olsin bir bor yurakdan. Keling marhamat sinfdoshlari, davramizga marhabo taklif etlaringiz. Katta rahmat deymiz, tilaklaringizni ijobat bo'lsin va yana mehmonlarimizni taklif qilishsak, davramizda mana kuyovlarimiz do'stlardan tashqari qavm qarindoshlari ham tashrif buyurishgan, ya'ni kuyovlarimiz opalari yu singillari, amma yuqori yengalari, xudojonlar davramizga marhabo. Aynan ularni taklif etmoqchimiz. Keling marhamat. Xudo tarafdan tashrif buyurgan mehmonlarimiz. Kuyovlarimiz Jamshidbekning qavm qarindoshlari keling. Qiliman vaqt bo'lsin bir-biriga. Ko'nglimizdagi hamma yaxshi niyatlarimiz qilgan seni uchun vaqtli bo'lsin Xudoy. Jamshid bilan boshqalardan qo'shaqlari doim endimizda o'ynab kulib yurishgan. Katta rahmat mehmonlarimizga, ya'ni Xudo tarafdan mehmonlarimizga tashakkur etaman. Yana bir marotaba xush kelibsizlar deymiz. Ota-onalarimizdan yana iltimos qilaman, o'rtada kichkintoylarni chekkaroq olamiz. Ota-onalar va oldinda bizning kechamizning yana bir ajoyib lahzalari kutmoqda. Kechamiz yulduzlar bo'lmish Jamshidbek Zilonaxonni davraga shirinlik tort oldiga taklif aylasak, barchamizning guvohligimizda bir-birlariga shirinlik tortidan ulashadilar. Professional asar studiyasi yigitlar esa mana shunday unutilmas lahzalarni tasvirga olishda davom etadi. Qizlarimiz esa marhamat shirinlik torti uchun hamma narsani tayyor qiling.
mikrofon. Haramat taraftarı getirin. Yeni bilgilerimiz bir yeri kadar arkadaşlar. Vakti uyuyan, vakti sonra uyuyan dengan zamanında kesin ve günlerimizde o söylemeyi var albatta oturuşlarga qattiq ijozat bergan holda muhabbatni yana san'atkorlarimiz var yana shu o'xshatgan va qo'shiqlar o'yin va kulgular bilan kechamizni davom qilamiz. Badiiy sahnamizda ajoyib iste'dod egasi Diyorbek Xalillayev marhamat. Rahmat, do'stlar, barchaga batli bo'linglar. Farzanddan so'raymiz. Marhamat, hamlaringizni davramizda taklif qilamiz. Hadiya sizlarga. Beş güç dünyadan bu yalancı rüyadan. Beş güç dünyadan bu yalancı rüyadan. Yarın geldi sür dostum dostlarım unutmadan. Yarın geldi sür dostum dostlarım unutmadan. Hayat yollar. Cezeri köşe dostlarım bu gece bu gece bu gece. O restoran bu restoran bu gece bu gece bu gece. Cezeri köşe dostlarım bu gece bu gece bu gece. O restoran bu restoran bu gece bu gece bu gece.
Siyasi kalkacaksın Nesken savdalasın Aklılar neyvalasın Şirek olsun yıkırdan Kızımla sen anlasın Kızımla gelin ahtavla Ahtavla, ahtavla Hadi kızım ahtavla Ahtavla Kızımla gelin ahtavla Ahtavla, ahtavla Hadi kızım ahtavla Ahtavladır kumbalarman Kızımla görün tabarman Biri ötken gede Koğanla bizgire ağamam Kız diyeceğin şöyle Kızıktı kadın öyle Kaşan çelesin nasıl dip Sakınlık bekler şöyle Kızımla nemin ahtavla Ahtavla, ahtavla Hadi kızım ahtavla Ahtavla Kızımla nemin ahtavla Ahtavla, ahtavla Hadi kızım ahtavla Ahtavla Kızımla nemin ahtavla Ahtavla, ahtavla Hadi kızım ahtavla Ahtavla Kızımla nemin ahtavla Ahtavla, ahtavla Hadi kızım ahtavla Ahtavla
yaprağımı alsan kayısı selam gülücünü nevkan işer alsan ay gülükten alsın napayı tatarsan kayısı çamanızdan ay günlersen Söylemalar iyi sönem kim nesi var yarsan alayız vay 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 hay karayüz vay vay alayız hay karayüz vay vay ay geçin hay alacağım sıra karakımız ağla dünya bende dur ağla sarıyla var Gidineyim çeyirir var Sıyarlar güzel kırmızı yansın Arayüz boy 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 Arayüz boy boy Arayüz yerler her karayüz yerler Rahmat azizlar, sog'liklar. Mana davramizda Bahrom Isrim do'stlari bor. Aynan ularning tabriklarini tilaymiz va keyinchalik davom qilamiz. Assalomu alaykum arkadaşlar. Herkese tebrikler, baxtınız. Sen nima qilasan? Hamisha yanlar joyga qo'yamiz. İlk yaşa baxtliman Bahri, va baxtli va qizimiz barga yerinde. Baxtlar Nergize, to'ylarimiz qutlu bo'lsin. Shu qizimizga baxt tilaymiz. Barga yerda xizmatlarni bersin. Endi gel Allah to'ylarga keldim. Baxtlar Nergize, qamish Nergize, Bahram aka, to'ylarimiz qutlu bo'lsin. Hamisha xonadonimizga to'y deb kelganmiz. Baxtli bo'lsin shu qizimiz. Bahram aka, Nergize to'ylarimiz qutlu bo'lsin. To'ylarimiz Nergize Bahram aka, qutlu bo'lsin. Xudoyim qizimiz bargan yerda baxtli bo'lg'ay. Xizmatda yurg'ay bargan yerga. Kuyov bolam sizlarga xizmatda yurg'ay, baxtli bo'lg'ay. Ikki yoshga baxtli. Yoshga baxtliman, baxtli bo'l.
yaşlar vakti olsun. Barman yerinde koşkan bilen koşaklarımız bilen. Yaxşı günler köp olsun. Daim hamma vaqt hamma günlerinde yaxşı günlerde qatnaşıp nasip etsin. Yaşa. İki yaş vakti olsun. Rahmat deymiz Bahrom isim to'shlariga tashakkurlar etamiz. Sizlarning ham xonadonlaringizga shunday yaxshi kunlar, quvonchli kunlar nasib aylasin. Davrida xulosasi endi sizlar uchun odatga ko'ra sinfdoshlarimni ham qo'shib bo'ladi. Izindan mana qavm qarindoshlarning iltimoslariga biron modern toking. Marhamat, raqslariga, o'yinlariga taklif etamiz. Bahromning sinfdoshlari uchun bo'ladi. Marhamat. Yaxshi kunlar yanımda, yaman kunlar yanımda, yanımda her anımda, yanımda her anımda. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Bir yanımda yurarlar, bir yanımda durarlar, yorga deb baqirarlar, yorga deb baqirarlar. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Yaşlarımızı eslep mektebimizge vardım. Nerede sizler salındım, nerede sizler salındım. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Amarmasın taşlarım, akarmasın saçlarım, yüzge kesin yaşlarım, yüzge kesin yaşlarım. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim.
Hoşuman kömürlü Aspanda turnalar baradı, aylar şunlarda doladı. Yaşım 18'ge dolasın, balalıklı Mart'ta kalardı. Balalıklı eski alarman, şunlarda şaşka dolarman. Sütücülü bözde dürümdeyim, atağına bolu kalarman. Şılama makabat şılama, sarım şılama bolarma. Yakımızı kaldı kozbasa, makabatı zırhlı bolarma. Şılama makabat şılama, sarım şılama bolarma. Yakımızı kaldı kozbasa, makabatı zırhlı bolarma. Aynen şeyler mısırlarıyla merhaba. Maksavdar xannalası, aşırıp ahtav havası. Ahtav bu da benim rızım var, silası tapkan şarası. Mandas maksavdaması, ahtavdın arıday balası. Şırık olsun dekorlar, dosunma sen anlasın. Dosunma benim ahtavda, ahtavda, ahtavda. Tadil olsun ben ahtavda, ahtavda.
a'lo kayfiyatdan kelmasin. Hamisha qanday mana shunday a'lo kayfiyatdan kelmasin. Davomimizda mana ajoyib va qo'shiqlar, o'yin va kulgular, samimiy ezgu tilaklar va tabriklarning guvohi o'tamiz. Barcha ajoyib tilaklar bugungi go'zal oqshom malikasi bo'lmish Zinonaxonga atalmoqda va albatta mana shu qutlug' xonadonga, demak, davramizga taklif qilasak, mana appajonlari shu yerda, xolajonlari, akajonlari bor, mana doilari bor, opalari, po'chalari, barcha qadrdonlar, hamma qarindoshlar davramizga marhabo deymiz. Qalblari olam-olam quvonchga, shodlikka to'y qilayotgan qutlug' xonadon egalari, farzand o'stirib, farzand kamolga yetkazib, jondan aziz dilbandani o'ziga bir qutlug' xonadonga kelin qilib uzatish arafasida elga yurtga to'kin dasturxon yozib, do'st va qadrdonlarni, yor birodarlarni jonlab to'y qilayotgan hurmatli insonlarimiz Bahrom hamda Nargiza bilan birgalikdan taklif etsak, mana shu kunni niyat qildilar, orzu havas qildilar, orzu niyatlar ushalib bugun xonadonlarga mana shunday ajoyib shodiyona to'y yutonlari nasib etmoqda. Odatimizga ko'ra hamma qarindoshlarning, yor birodarlarning va albatta qutlug' xonadon egalarining tabriklari va tilaklari dinimiz. Inson borki, har doim orzu niyatlar, orzu havaslar bilan yashaydiki, har bir farzand o'stirgan ota-ona borki, o'g'illarga ezgu maqsadlarni qo'yadi. O'g'il ko'z o'stirib, farzand kamol yetkazib, voyaga yetkazib, jondan aziz dilbandlarimning rohatini ko'rsam, kamolni ko'rsam deydi. O'g'il uylantirsam, qiz uzatsam, elni yurtni chorlab, to'kin dasturxon yozib, elga yurtga yaxshi to'ylar qilib bersam deydi. Bugun ana shunday shodiyona to'y o'tadilar. Bahromning xonadonlariga, Nargizaning xonadonlariga nasib etmoqda. Qani ammajonlar, xolajonlar kela qoling. Akalari, doilari, jiyanlari, hamma qarindosh mana davrimizga jamiljon bo'lishmoqdalarki, siz azizlarning tabriklaringiz va tilaklaringiz dinimizdan va albatta qutlug' xonadon egalarining ham ajoyib tilaklarining guvohi bo'lamiz. Qani kela qoling amma-yu xolalar. Bo'y aytib o'tganimizdek, mana bu tomonda akajonlari, yangalari, doilari, hammalari jamiljon bo'lishmoqdalar. Kızımızla baktığında sıkışmalar olan yaşamalıyız. Yerine yıllarımızda durduğum kerimimiz hamısı yaşlılarına toyla gelip özünden bana ciğerimiz ekmeler yetişip toylar ilersin. Şu hemen sıkında şunda yakşı gün olsun, toy olsun, toylardan ulaşmak nasip etsin. Assalomu alaykum, hurmatli davramiz qatnashchilari. Mana bugun Xudoyga qizimizni shu qizimizga baxt tilaymiz. Borgan yerida qo'sha qarasin, baxtli bo'lsin, ota-onasidan bir mehr oqibatlar, kelin kuyov bo'lib yetishini tilaklaymiz. Baxtli bo'lsinlar. Nergiz opam bilan Bahrom akam o'rtada o'tirib ko'ring. Yakkinmi? Bir-biridan qachibsizlar. Derazamning oldida tomda sayragan qizsiz masma otam degan yerlar bormi? Baharda yaqingan qizsizmasmi otam degan otaning fathasi ularga mahkam bo'layotgan. Shu qizimizni men o'zim yaxshi ko'raman. Qizaloq qizimiz hamisha Xudoyim qo'shgan bilan qo'shiqa aytsam, hamisha baxtli bo'laysan. Yaxshi, mana shu qizim. Rahmat deymiz Aliyar. Sog' bo'ling, tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Do'stimiz, qadrdonimiz, hamkasbimiz, elning yaxshi kunlarida, quvonchli kunlarida mana to'y xizmatlarida birga bo'lganmiz. Sog' bo'ling deymiz. Oshingiz omon bo'lsin. Qavm qarindoshlarning tabriklari davom etadi. Marhamat opajonlarimizga, ya'ni amma-yu xolajonlarga, yangalari, hammangizga to'ylar muborak deymiz. Bahrom Nargiza
Toylarınız kutlu olsun. Kudayım uzak yaşayan olay, tek devletli olaylar, vakti bulgay, tahtı bulgay. Kudayım şu kızımızın vakti saati bilen farzandlı bu beşik toylarını aparıp oturmak nasip etti. Toylarınız kutlu olsun. Zilala kızım vakti bulgaysan, bargan yerinde oyunu koysun, gözlerinizden koyup vakti bulgaysan kızım. Kudayımdaki yaş vakti olsun, hemşe vakti. Mana bugün yoldaşlar zılalasında şunda etnekler ortarken hemmenizi dolar bilen tebriklimen. Şu kızımız bargayında vakti olsun. Yüzümde meyve bilsin, yüzümde saya bilsin, 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 üzerine gülesin. Kudaçlarımız 1000 yıllık olsun. Onlarga gönlüm, güzellik gönlüm nasip etsin hizmetleri. Kızımızın kudalarga nasip etsin hizmetleri. Kudalardan bir var tebrikliymen. Hemmelerimizge şu ağayn babalarga, dayıciyellerge, Bahramın ökökölerine, Nergis'in apatın hemmenizge rahmetler aytlamam. Hemmenizin toylarımızda kaytargayım. Ulaydan qaytqay, bulardan qaytmasa, bärimizni toylar bilen tebriklayman. Şunday toylarni köpüne göreyip yaşagesizler. Bahramke, Nergize toylarınız kutlu olsun Kudayım. Şu kızımız bargayında baxtlı olsun, günü geçsin. Hizmetleri bir hayata eylesin. Sağ ol kızım, baxtlı ol. Zilala ayıpa baxtlıyman, baxtlı ol. Bahram, Nergis, toylarınız kutlu olsun. Daim şu kızımız baxtlı olsun. Ata-enasına hizmetleri versin. Hoşça kalın. Assalamu alaikum aziz mehmonlar. Bahram, Nergize, avvalambor bugungi to'ylarimiz bilan tabriklayman. Zilala qizim bargan yerinde doim baxtli bo'lg'aysan. O'zlaringizdan ko'paygaysizlar, ser davlat, ser farzand bo'lg'aysan. Baxtli bo'lg'aysan Xudoyim. Nergize, Bahram to'ylarimiz kutlu olsun Xudoyim. Zilala qizim baxtli bo'lg'aysan bargan yerinde Xudoyim. Bahram boyi, sizcha hammangizga qutlug' bo'lsin Xudoyim. Zilala sizlarni baxtliman, bargan yerinde baxtli bo'lg'aysan. Eng namunali oilalardan bo'lsan. Radiolarning o'rnida tabriklar qo'ying. Baxtim bo'lg'aysan. Bahram dayı, Nergisizce toylarınız kutlu olsun. Zilala singlim, bargayında baxtim olsun. Özünde chiroyli baxtim olsun. Tabriklayman. Bahram aka, to'ylaring qutlug' bo'lsin Nergize. Xudoyim shu Zilala qizimiz baxtli, saodatli, qo'shiq qarisin, baxtli bo'lsin. Zilala qizim baxtli. Bahram aka, Nergize toylar kutlu olsun. Zilala bargayında baxtli, yaxshi. Bo'lsan, qo'shiq qarag'aysan. Xizmatlaring Bahram Nergize toylar kutlu olsun. Zilala qizim baxtli bo'lg'aysan bargan yerinde. Eng yaxshi kunlaring shunday bo'lsin. Qo'shgan bilan qo'shiq qarag'aysan. Baxtliman. Nergiz, Bahram toylarınız kutlu olsun. Kızımızga baxtlıyız, baxtlı olsun. Nergize, Bahram to'ylarimiz kutlu olsun. Xudoyim shu bilan bargan qizimiz bargayında baxtli, taxtli bo'lib, Xudoyim shu qo'shganim bilan qo'shiq qarag'anga Xudoyim hamisha baxtli bo'lgan. Zilala singlim baxtli bo'l. Zilala baxtliman, hamisha baxtli. Zilala aka baxtliman, baxtli bo'lg'aysan. Zilala singlim
Zilala kızım baxtli bo'l. Secde qil, secde. Chicha marhamatga to'ylar qutlug' bo'lsin. To'ylarga baxtliman, hamisha baxtli bo'lsin. Atirgul ochilsin, gullola bo'lsin. Birinchi farzandingiz o'g'ilcha bo'lsin. Agarda adashib qizaloq bo'lsa, barcha yigitlarning dodini bersin. Ayba baxtliman, baxtli bo'ling. Bahram akaning, Nagzatchaning baxtini doimo sog' salomat yuring. Rahmat deymiz. Tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Hamma qarindoshlarning tabriklari davom etadi. To'ylar muborak deymiz. Hamma akalar, ukalar, opalar, hammamizga shu to'y qutlug' bo'lsin. Shu qizimiz barg'an yerda baxtli bo'lsin. Bahram aka, Nagzatcha, shu qiz baxtli bo'lsin. Akmalning to'yida o'tirmoq hammamizga nasib etsin. Baxtli bo'lsinlar. Hamisha baxtli. Rahmat deymiz azizlar. Keling marhamat davramizda yana qavm qarindoshlarning tabriklari va ajoyib tilaklari davom etadi. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Sevgimizga baxtli deymiz. Qalbimiz qo'shaqat baxtli bo'lsin. Bahram aka, shangdingiz baxtli bo'lsin. Olayni boshlab. Ko'p bo'lsin. Zalaka baxtli bo'l. Baxtliman. Zilaloga baxtli bo'l. Aypa. Baxtli. Baxtli. Gel. Gel bak, hemen bak, bizde de böyle. Sağ ol. Problem nisfa. Zilala baxtliman, marhamatli baxtli. Bu masalaga ko'ring, ayda buyoqqa. To'ydan chiqib xabarlashgan, ovqatlanib turgan. To'ylarim bo'lsin. Marhamatli baxtli bo'lsin. Yaxshi bilan geçsin. Tabriklaymiz. Oldu mu amma? Zilala baxtliman, hamisha baxtli bo'lsin. Zilala baxtliman, hamisha baxtli bo'lsin. Rahmat deymiz azizlar. Barchangizga tashakkur etamiz. Keling marhamat, Malik opalarga ham, Malik opa keling. To'xtab turing, ketmaydi. Da'vat beramiz ularga ham ajoyib tabriklarni, tilaklarini bildirsinlar. To'ylar muborak bo'lsin. Hozir chiqaman. Bahram, Nargiza, to'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Zilala qizim baxtli bo'l, barg'ayinda Xudoning baxtiga ochilg'ay. Mağaranlar, yigitler. Ay. Hamma ağay tuğan. Qani bir o'ynaverlardan ishamiz. Qayta söylüyoruz bunu. Qani to'g'ri emasmi? Qayta söylüyoruz ishamiz bunu. O'ynavering. Qani lazgini bos. Hamma raqsga. Men shunday qayta. Xo'p, birozdan keyin bo'ladi albatta alyor. Sog' bo'ling. Mehrini aylab fido mehribon ota-ona, boshing uzra nur sochar har qachon ota-ona. Sen yiroq ketsang agar yo'llaringga intizor doimo bo'lsin degan sog' omon ota-ona deydilar.
Bugün mana xonadonlarga mana shunday katta shodiyona to'y va tantana nasib etayotgan qutlug' xonadon egalari Mahrom, Nargiza to'ylar muborak bo'lsin. Xudo tomonga kelin muborak, siz azizlarning xonadoningizga kuyov muborak bo'lsin. Xudoandachligingiz abadiy bo'lsin. Mana shunday ajoyib lahzalarda do'st va qadrdon va qavm qarindoshlarga atalgan va albatta jonlar aziz dilbandingiz Zuloroxonga atalgan tilaklaringiz to'ylar muborak bo'lsin. Ha, başla. Kızım sonraki baktım. Katta rahmat deymiz. Har doim hamisha mana shunday quvonchli kunlar, to'y va tantanalar nasib qilaversin qutlug' xonadoningizga. Ko'zingizga otajon, bugun yar aytilmoqda. Qizingizga otajon, yoshlar kelar marjon marjon, ko'zingizga otajon. Ko'ksingiz to'lib bugun yar aytilmoqda. Qizingizga otajon, yoshlar kelib marjon marjon, ko'zingizga otajon. Bugun yar aytilmoqda. Qizingizga otajon, yoshlar kelib marjon marjon, ko'zingizga otajon.